Bu qanchalik to'g'ri? Men bu absurd deb, paradoks deb hisoblayman-da. Endi hech kimni haqoratlash niyatimiz eshak bilan mashinani poyga qo'ydirish noto'g'ri-ku endi. Kelinglar shuni toifaga ajrataylik. Endi hozir sertifikat oldi degani u bola chuqur bilimga ega degani emas-ku, xuddi shunday. Ba'zi repetitorlar bor. Har bir milliy sertifikat imtihoniga kirayotgan ustozlar bor. Nima maqsadda nimaga bunday qilishadi, nimani isbotlamoqchi bo'lishadi? Tushunarli-ku, tavakkal kirayotgan. C va C+lar soni ikkalasi birgalikda B plus A plusni qo'shgandan ham undan ancha ko'p chiqadi. Bugungi podkastimizda mana shu gaplarni qanchalik haqiqatga yaqinligini ko'rib chiqamiz. Bugungi podkastimizda Xudo xolasa O'zbekistonda oxirgi vaqtlarda shov-shuvga aylanayotgan milliy sertifikat tizimi va uni baholaydigan Rash modeli haqida gaplashamiz. Kuni kecha respublikamizda matematika fanidan o'tkazilgan milliy sertifikat natijalari e'lon qilindi va ushbu natijalarga ko'ra qaysidir o'quvchi kelib ustoz 1 oy, 1,5 oyda men milliy sertifikat oldim desa, yana kimdir kelib 1 yil, 2 yil davomida tayyorgarlik ko'rib ola olmadim deganlar ham topilmoqda. Xo'sh, bugungi podkastimizda mana shu gaplarni qanchalik haqiqatga yaqinligini ko'rib chiqamiz va men o'ylaymanki, bugungi podkastimizda biz milliy sertifikat tizimini yutuqlari, kamchiliklari va kelajagi haqida batafsil suhbat quramiz. Xudo xolasa mana shu podkastimiz ota-onalar uchun, o'quvchilar, o'qituvchilar va mana shu fan sohasida yurgan barcha uchun juda ham manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Va podkastimizni juda ham chiroyli, qiziqarli tarzda olib borish uchun Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Nuriston shaharchasida joylashgan Kelajak muhandislari o'quv markazi asoschisi hamda rahbari, minglab shogirdlarning sevimli ustozi va salkam 20 yillik tajribaga ega ustoz Elshod aka Jumayevni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum Elshod aka. Assalomu alaykum. Sizni podkastimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xush kelibsiz. Rahmat kattakon taklif uchun. Bugun Xudo xolasa siz bilan mana shu milliy sertifikat tizimi, uni baholaydigan Rash modeli to'g'risida batafsil bir gaplashdik. Kuni ko'rib turibmiz, ijtimoiy tarmoqlarda har xil gaplar chiqmoqda. Kimdirlar aytadiki, 6 ta yechib biz matematikadan milliy sertifikat oldik degan gaplar bor. Bu gaplarning orqasidan kimdir har xil noto'g'ri xayollarga borishi mumkin. Shu masalada siz bilan bugun chuqur suhbat olib bormoqchi edik. Xo'p, Elshod aka, qisqagina o'zingizni auditoriyaga tanishtirib o'tsangiz, tanigan, tanimaganlar uchun marhamat. Rahmat. Xo'p, men Jumayev Elshod 2007-yildan beri abituriyentlarni oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlariga tayyorlayman. Aniq bir yo'nalish bo'yicha, ya'ni aniq fanlar yo'nalishi bo'yicha fizika, matematikadan. Xudoga shukr, shu el-yurt nazaridan qolmasdan el-yurt bergan ishonchni oqlaymiz deb harakat qilib kelamiz shu paytgacha. Mana bu oxirgi yillarda, oxirgi ayniqsa 2 yilda bo'layotgan o'zgarishlardan keyin yana ham moslashishga harakat qildik. Chuqur o'sha imtihon mavzusiga chuqur yondashgan vaqtimiz ba'zi bir yutuq va kamchiliklarni ko'rib o'tdik. Endi baribir ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Rivojlanish bor joyda o'ziga yarasha plus minuslar bor. Hammasini aytib o'tishimiz kerak. Nima sababdan misol uchun tayyorlangan bolada natija boshqacha, tayyorlanmay kirsa boshqacha bo'lyapti yoki mutlaqo teskari jarayon bo'lib qolyapti. U fanni o'rganishga bo'lgan e'tibor hozir shuning orqasidan nimaga olib keldi? Barcha o'sha eng nozik mavzularda suhbat olib boramiz bugungi Xudo xolasa o'sha podkastimizda. Nasib bo'lsa bugungi podkastimiz hamma uchun foydali bo'ladi deb o'ylaymiz. Xo'p, unda asosiy savollarga o'tsak. O'zi milliy sertifikat tizimi nima sababdan joriy qilindi deb o'ylaysiz Elshod aka? O'zi kerakmidi shu tizim? Undan oldin ham bolalar o'qishga kirib, o'sha test tizimida yurgandi. Shu milliy sertifikatda joriy qilinishi masalasida o'zingiz fikringizni bildirib o'tsangiz. Endi ozgina vaqtimiz ketsa ham yaxshilab tarixdan boshlasak, o'zi matematik bo'lsam ham. Demak, biz bilamizki, Davlat test markazi oliy ta'lim muassasalariga imtihon qilguncha, ya'ni imtihonda testga o'zgartirish bu Turkiyadan kirib kelgan bizlarga 1994-yildan boshlab test tizimiga o'tganmiz biz. Eng birinchi testimiz o'shandan boshlangan. Endi parallel olib ketishga to'g'ri keladi, ya'ni tenglashtirib, yomon ko'raman nima bilan taqqoslashdi, lekin parallel olib ketamiz, baribir o'zimiz tizim emas edi boshidan. 2004-yil qo'shni respublikamiz Qozog'istonda ular ham test tizimiga o'tishdi. Bizdan 10 yil keyin. Endi mendagi ma'lumotlar bo'yicha men qayta tekshirib ko'rdim, baribir qayerdadir adashib qo'ymaydi.
2004 yil ular o'tishdi testga, test tizimiga, ya'ni men bilishim bo'yicha 5 ta fanlik tizimga, ya'ni 3 ta majburiy fan, 2 ta mutaxassis fan, asosiy fan. Ularda boshida 125 ballik tizim edi. Boshida. Keyin 2017-yilgacha maktabning bitirish imtihoni bilan institutga kirish imtihonida mana shu test hal qilardi. Bu juda ko'plab, demak 13 yil davomida aholi o'rtasida noroziliklar keltirib chiqaradi. Baribir endi hamma narsa bitta imtihonga bog'lanib qolishi xato degan fikr uyg'ongan ularda, chunki qanday qilib o'quvchi 11 yillik ta'limini bir kun hal qilishi baribir har qanday holatda bo'ladi, ruhiy holatda bo'ladi. Keyin shuning uchun 2017-yil ular ajratishdi, keyin maktab bitirish imtihoni alohida, oliy ta'limga kirish imtihoni alohida bo'ldi va 2021-yilda o'tib deyarli biz bilan parallel kiryapti o'sha narsaga. Ularda imtihonni 1 yilda 4 marta o'tkazish yo'lga qo'yilgan. 2021-yildan boshlab va ball tizimini ham o'zgartirishdi. Hozir ularda jami 140 ballik tizim. 140 ballik tizimda Qozog'iston tarixi, matematika va o'sha ona tiliga o'xshagan narsa o'zlarini o'sha ona til deya qolaylik, ona tildan 3 ta fandan majburiy fani bor, 2 ta mutaxassis fani bor. 140 balldan 40 balli majburiyga ajratilgan, 100 balli mutaxassis fanga ajratilganda, mutaxassis fanidagi savollar soni 40 tadan 50 ball jami. 40 ta savolga 50 ball berilgan. Majburiy fanga 40 ball ajratilgan bo'lsa-da, lekin matematika majburiy, o'sha Qozog'iston tarixi majburiy, keyin mana bu ona tilida majburiydan har biriga ajratilgan balldan kamida har bitta majburiy fandan 50% dan baland topish kerak o'quvchi. Agar 50% dan baland topolmasa umumiy ball hisoblanmaydi. Tushunarli. U juda chiroyli tizim hisoblanadi. Misol uchun bizda majburiy fanga aynan bizda aniq fanlar yo'nalishida hech kim e'tibor qilmaydi, chunki uchta man hal ham qilmaydi. Ona tildan 10 ta savol bo'lsa, bitta urib ham urolmay ham, belgilamay ham chiqsa bo'ladi. Umuman ahamiyati yo'q. Xuddi shunday qolgan yo'nalishlarda matematikadan xuddi shunday ishlamay chiqsa ham hech kim hech qanaqa e'tiroz bildirmaydi. Lekin majburiy blok nima uchun majburiy? Har bir fanidan kamida 50% to'g'ri javob ishlash kerak. Men o'ylayman, u mantiqli bu narsa, mantiqli. Keyin mutaxassis fani hal qilib beradi. Va yana bitta yaxshi narsasi bor. Bizlarda o'qish uchun eng kam qo'yilgan ball bor. O'quvchi o'qishga loyiq hisoblanadi. Maksimal ball bizda 189 bo'lsa, 56-7 dan baland olish kerak o'quvchi. 56-7 dan baland olsa o'qishga loyiq hisoblanadi. Bizda aniq fanlarda shunday yo'nalishlar bor. Nidabor, ya'ni to'lmay qolyapti-da. To'g'ri. Chunki hech kim o'shanday yo'nalish borligini bilmaydi ham. O'shanday nidabor vaqtida 56-7 balldan o'tkazishsa, o'zi xursand bo'lib turgan holatlar bor. O'zi agar foizga hisoblasak, bor yo'g'i 30% mi shunaqa 56-7 adashmasam. Endi o'tdi shu narsa u yoqda 140 ballik maksimal tizimida ularda 65 ball hisoblanadi. Agar 65 balldan baland yig'a olmasa, u xususiy institutdan olmasligi kerak. Bizda bilamizki, xususiy universitetlar ball olmasa ham, SMS yozsa ham olyapti hozir. Ya'ni yozib qo'yadi e'lonida 50 balldan sal baland yoki 50 ball oldizmi kelavering deb yozib qo'ygan joylari ham reklamalar ham bor. Endi yana bitta yaxshi tomoni, balkim oliy ta'lim yo ta'lim biz bilan taqqoslashimiz xato. Men imtihon tizim haqida gapiryapman. Hech kim bu kuzatuvchilar noto'g'ri xayolga bormasin. Yo'qmasa ko'chib ket Qozog'istonga degan gaplar ham kerak emas, oldindan aytib qo'yay. Umumiy plus minuslarni olyapmiz-ku. To'g'risi, ular ham biz ham Turkiyadan olganmiz test tizimini. Uni tanib aytish kerak. Biz misol uchun oldin boshqacha edi. Shunday. Olganmiz, ular ko'proq xalqchilroq bo'lib chiqdi-da tizimi. Tushunarli. Misol uchun, hozir ularda qanday? Bir vaqtda biz sertifikat tizimiga o'tdik. Ular ham sertifikat beradi. Bir vaqtda o'tdik, 21-yil o'tdik-a. Bizda hali baholash rasmiydir sal keyinroq keldi. Sertifikat tizimiga bir vaqtda o'tdik-da. Ularda yanvar, mart, iyun, avgust oylarida imtihon bo'ladi va imtihon 4 marta bo'ladi. Imtihon markazlarida bo'ladi, kompyuterda bo'ladi. Biz avtoshkolalarda ya'ni haydovchilik guvohnomasi beradigan imtihon markazlar bor. Bizda o'zimizda bilim va malakalarni baholash agentligi hozir imtihon markazlari qurdik-ku. Shunday markazlar bor yoqda va
O'sha markazlarda bir yilda 4 marta imkon berishdi o'quvchilarga, chunki yil davomida olgan bilimini bir kunda baholash balkim xatodir, kimgadir juda psixologik katta udar, ruhiy stress beradi. Hamma narsani bir kunga qo'yish hamma ham yengib o'tolmaydi u narsani. Shuning uchun ota-onalarni ko'plab yozishi, ko'plab iltimoslarini hisobga olib 2021-yil ular ana shu tizimga o'tdi. E'tibor qilingda sanasiga. Yanvar, mart, iyun, iyul. Bizga o'xshab oktyabr, dekabr emas. O'rtada o'zi oktyabrda qanday qilib o'quvchi tayyor bo'ladi, hayronman. Nima uchun topshirishadi? Oktyabrga nima uchun qo'yishgan? O'zi bu bitta katta masala. Va alohida fanlardan emas. O'sha bizda oldingi tizimimizda avgustda bo'layotgan imtihon bir yilda 4 marta qo'yib berildi. Ya'ni har safar ular 5 blokka kiradi. Tushunarli. Har safar ular 5 blok imtihonga kiradi. Misol uchun o'quvchi kiryapti 189 ball uchun bizada. Mana ana shu bizadagi o'sha tizimni olib kelsak, misol uchun 189 ball uchun kirayotgan bo'lsa, shundaymi? Hop, 189 ball uchun kiratdi o'quvchi, misol uchun yanvarda 150 ball oldi. Kim uchundir yetadi men tanlagan yo'nalishimga. Kimdir yo hali bor deydi, misol uchun yana ko'tarishim kerak deydi. Va faqat bitiruvchi sinflari kiradi. 9-sinf, 10-sinfga nima kerak u narsa? To'g'ri. Ehtiyoj yo'q-ku. Yaxshi tizim. Va avgustgacha imkoni bor 4 marta. Majbur emas u 4 marta kirishga. Bittada agar kirsa, 120 ham oldi deylik. Yetadi menga desa, boshqa kirmaydi. Zo'r. Va sertifikat onlayn tarzda beriladi, bizga o'xshab o'tadi. Bu alohida matematikadan kir, alohida fizikadan kir degan narsa yo'q. Tushunarli. U juda yaxshi tizimda. Bizda milliy sertifikat joriy qilishda avvalo rahmat, ancha imtihonlarimiz shaffof bo'lib qolgan. Masalan, oxirgi 5 yil, oxirgi 10 yil bilan, 5 yil emas, oxirgi 10 yil bilan taqqoslasak, ancha halol tizim. Lekin mana bu sertifikatni o'zi O'zbekistonda sertifikat qilishdan maqsad, o'zi asosiy maqsad, birinchi o'rinda abituriyentlar uchun o'ylangan edi. Bola 1 yil o'quv yili davomida bir necha marta imkoni bo'lishi kerak. Yil davomida bir martaga emas degan ma'noda qilishuvdi boshida. O'zi kirib kelishdan maqsad shu. Lekin bizda misol uchun o'zbekcha variantini o'ylaguncha barib ozgina chut o'ziga yarasha balkim plus tomoni bordir, shunday o'ziga yarasha minus tomoni ham bor. Bu narsaga o'qituvchilar nima uchun aralashtirishdi, o'qituvchilarga ustama berishgan bu sertifikatning ahamiyati bo'lib qoldi. O'sha narsa menimcha sal endi yana suhbatlashamiz u haqda, ozgina neto bo'lyapti. Tushunmovchiliklarga sabab bo'lyapti, ha? Shunday. Tushunarli. Demak, bizda mavjud milliy sertifikat tizimi boshqa davlatdan ham olindi va Qozog'istondagi tizim menga misol uchun ma'qul keldi. Sababi bir yilda 4 marta 189 ball bizdagi oladigan bo'lsak, topshirish imkoniyatining bo'lishi. U yaxshi narsa. Bir marta emas-da. Va bitta fanga emas, u ota-onaga xarajat nuqtai nazaridan ham ancha qulay bo'ladi. Juda qulay narsa. Masalan, u hozir 5 ta fanga har safar 556.200 dan ancha narsada endi u. Ham oxirgi vaqtlarda mana o'zim ham tajribamda ko'rib turibman, bolalar bir marta topshirmayaptilar. Bir kirganda misol uchun kimdir olyapti, kimdir juda past. S persnacha olayotgan bolalar qayta topshirib. Ba'zi holatlarda ingliz tilini aytaman, 7-8 martagacha bolalar topshiryapti. Ola olmay qolgan vaqtlarida. Endi bu ham aytganingizdek, balkim bolaning bilim saviyasiga ham qarab tayyor bo'lib topshirish ham kerakdir. Shunday. Xo'p, endi oxirgi mana ko'p eshityapmiz, mana shaharchamizda ham, boshqa joylarda ham Rush modelida ozroqgina tushunmovchiliklar bo'lyapti. O'zi nimaga qarab ball beryapti, bu narsani aytyapti, lekin mohiyatiga yetib borganlar kam. Shu bo'yicha ozroqgina gapirsangiz, Rush modeli qanaqa tizim o'zi, qanaqa baholash bu? Rush modelda eng asosiy Rush model baholash tizimi bu. Test tizimi emas bu. Bu baholash tizimi. Misol uchun, konkret har bitta imtihonga yozdagi imtihonimizda har bir savolga aniq bir ball beriladi. Aniq belgilangan ball bor, 3.1, 2.1, 1.1. Yo'da unday narsa, yo'da Rush modelda asosiy xulosasi nechta ishlaganing emas, boshqalardan qanchalik yaxshisan degan tizim. Ya'ni u imtihon topshiruvchilarning bilim saviyasiga o'ta keskin bog'liq narsa. Masalan, umumiy oddiy tushuntirayotgan bo'lsak, mana tasavvur qilaylik, 11-sinf o'quvchisi. 11-sinf o'quvchisi. O'zini 11-sinf matematika programmasini arang 3 ga biladi. Shu bolani olib 1-sinflar ichiga tiqib qo'ysak, o'sha 1-sinf programma bo'yicha u bolani baholayotgan bo'lsak, u вообще 5+ bo'lib ketadi. To'g'ri. Lekin kimga nisbatan zo'r? 1-sinfga nisbatan zo'r. Bu nisbiy baholash deyiladi. Nisbiy baholashga yana oddiy, juda qo'pol misol bo'ldi. Oddiy boshqa misol keltirayotgan bo'lsak, masalan,
Mana bu akademik litseylar bo'lardi oldin. Hozir ham bo'lsa kerak, nomi o'zgardi shekilli. Akademik litseylarda 4 yo'nalishlar bo'lardi. Ijtimoiy gumanitar, tabiiy fanlar, aniq fanlar bo'yicha o'qitardi. Ijtimoiy gumanitar sinfda o'qiyotgan, misol uchun gumanitar soha uchun o'qiyotgan o'quvchiniga baribir matematika darsi o'tilgan baribir. Matematika o'qituvchi kirib, baholaguncha sinfga nisbatan unga baho qo'yadi. Sinfga nisbatan sal bo'lsa ham harakati bor bola, qolganlardan ustunroq ko'ringan bola, ustoz majbur shunga 5 qo'yib beradi. Shu bolani olib aniq fanlar sinfiga qo'ysak, u bola 2 bahoga ham tortmaydi. Bu nisbiy baholash deyiladi. To'g'ri. Rashmadiylar ham xuddi shunday imtihon topshiruvchilar o'sha momentda kiruvchi imtihon topshiruvchilarning bilim saviyasiga bog'liq. Tushunarli. Aynan o'sha momentda endi butun hamma shu paytgacha topshirganlarda emas, aynan o'sha smena, o'sha soatda kimlar bilan kirgan. O'shani ichidagi qolganlarga nisbatan baholanadi. Ya'ni umumiy bitta aytayotgan bo'lsak, Rashmadek bu nisbiy baholash tizimi. Aniq bitta savolga, birinchi savolga 1 ball, ikkinchi savolga 3 ball beradi degan narsa emas u. Bo'ldi, tushunarli. Asosiy anosi shu. O'sha topshirganlar ichida kim agar o'sha savollarni yaxshiroq topay turgan bo'lsa, o'shanga ko'proq ball beryapti. Endi bunday topshirganlarning ichida agar kimdir kamroq ishlagan bo'lsa, kimdir deyishimiz hatto yo'q, deylik 10-savolga 1000 ta odam topshirdi. Tasavvur qilaylik, 1000 ta shartli 1000 ta odam topshirdi-da, 10-savolda 900 ta odam xato qilgan. Bu yerga 100 ta bolaga yaxshigina ball beradi. To'g'ri. Yaxshigina ball beriladi. Xuddi shunday teskarisi ham mavjud. Misol uchun 900 ta odam zo'r ishlagan bo'lsa, 100 ta odam xato qilgan bo'lsa, bu yerga 100 ta odamdan Rashmadiylar tizimida yaxshigina unga ta'siri bor. Chunki hamma ishlagan narsani u ishlamagan. Bo'lib chiqadi-da. Tushunarli. U lekin yomon tizim emas. Hozir suhbat davomida tushuntiraman. Nisbiy baholash yaxshi, faqat bir ikkita narsani hisobga olmay bosib yuborishdi-da. To'g'ri 3 yildan 4 yildan beri ketyapti. Hozir batafsil menimcha plus minuslarni hozir keltirib o'tamiz. Xo'p, Ershod aka, mana bu o'zi Rash modelini, baholash tizimini milliy sertifikatimizga joriy qilinishi o'zi nimaga aynan shu tizimni biz oldik baholashga va bu tizim o'zi to'g'rimi? Qanchalik darajada bizda O'zbekistonimizdagi milliy sertifikat tizimini baholab bera olyapmiz? Endi mana bu sertifikat tizimi chiqqandan keyin bunga dedi ta'limdagi ustozlar ham bemalol topshiradi, imtihonga kiradi va ishlaydigan o'sha maktabidagi oyligini ustamasiga ta'siri bor ko'rsatadi dedi va aytiluvdi, men adashayotgan bo'lishim mumkin, sonlarida oldindan uzr so'ray. 86% dan baland o'qituvchi ishlash kerak deyiladi. 86%. Va boshida mana bizlarda matematikadan kelib chiqib aytadi, chunki hamma fanda savollar soni har xil bo'lishi mumkin. Noto'g'ri gapirib qo'ymay. Matematikada 35 ta test bor, 10 ta savol bor va 10 ta savol har biri 2 tadan savol berilgan. Ya'ni umumiy 55 ta savolga javob berish kerak. Endi 55 ta savolda 86% ni hisoblasak 40 ta degani. Ya'ni o'qituvchi kirib, o'qituvchi odam agar maktabda o'zini darajasini oshirmoqchi, maoshini oshirmoqchi bo'lsa, 86% urish kerak edi. Ya'ni 40 ta savolga to'g'ri javob berib chiqish kerak. Eslab qoling, video davomida endi to'xtalamiz bunga. 40 ta haqiqatan o'qituvchida endi o'qituvchi 40 ta ishlab chiqish kerak u. Ishlab chiqish kerak. Va boshida abituriyentlardan mana shu tizim bo'lganda, ya'ni boshida tizim shunday ediki, kiruvchi odam abituriyentmi yo maktab o'qituvchisimi farqi yo'q. Kiradigan odam 55 ta savoldan nechta to'g'ri ishlasa, unga foiz chiqarilardi, o'sha foizini beradi. Men eslayman, bir o'quvchimiz juda yaxshi bilimli edi, o'quv markazidagi top 10 talikda turardi. 10 ta eng yaxshi bolalardan bittasi edi. Kirdi, men aytdim, tavsiya qilmayman dedim. Chunki men boshida o'zi ko'proq o'qituvchilarga mos kelardi. Tavsiya qilmayman dedim. Bir ko'ray dedi. Xo'p, mayli, bir ko'rib chiq xo'p dedim. Imtihon kirdi. 71% olgan, esimda birinchi sertifikatda 71% chiqqan unga. Rashmasidan uni. Hali Rashmadiylar baholash tizimi Rashmas edi, sertifikatga endi ochilgan vaqt nima edi u deb kirgan vaqtida. U bolaga endi 71%likda ko'rsatdi. U nima degan? 71% chiqdi degani, yozdagi imtihonda 30 ta matematikadan 21 tasini yopadi. Bola aytdi-da, men yozda kiraman-da, undan ko'p ishlayman-ku dedi. Keyin yozda kirdi, shu o'quvchimiz 29 ta matematikadan to'g'ri javob ishlab chiqdi. Agar sertifikatini ishlatsa 21 ta bo'ladi. 21 ta bo'ladi. U 3.1 balldan 8 ta savol ancha ball bo'lib ketadi.
Ya'ni abituriyentlar uchun o'sha tizim ruscha aytgan nevigidniy edi-da, shart emas, qoplamaydi. Chunki u milliy sertifikatda agar u 90% dan baland, ya'ni 100% ga yaqin 55 dan 55 ta urib chiqsagina, bu yoqda yozda 30 tani yopardi. Shuning uchun 55 tadan ko'ra 30 ta ishlash osonroq-da. Ham savollari saviyasi jihatdan ham bu osonroq. Keyin hamma yozga tayyorlanadi. O'qituvchilarga o'sha gap edi. Zo'r bo'lsa, pajar 86% olsin, olib chiqsin. Keyin rasmiy tilga o'tildi. Hali bizda endi kech hammaga yetib borish kerak-ku. To'g'ri. Birinchi imtihon matematikadan, yana aytayapman. 2022-yil 4-18 dekabr kunlari bo'lgan, rasmodel asosida bo'lgan, ya'ni rasmodel baholash tizimida bo'lgan birinchi imtihon 2022-yil 4-dekabrda bo'lgan bo'lsa, 4502 ta odam topshirgan. Qarang. O'rtacha arifmetika, ya'ni 45 ta odam natijasini qo'shib, odamlar soniga bo'lgan pula chiqadigan qiymat 51.33 taga to'g'ri kelgan. Ya'ni o'sha S darajalarni olish uchun ham rasmodel, chunki rasmodel birinchi minusi o'zi ko'rinyapti. Juda o'ta aqlli, ya'ni o'ta aqlli kim edi? O'qituvchida endi u mutaxassis, 4 yil o'qigan shu soha. Albatta. O'sha sohasini mutaxassisi kirganda, o'sha 4500 ta ichida, demak bu 4000 dan oshiq juda yaxshi bilimli ustozlar kirganda ham kimdir olib chiqa olmaydi o tizimda. Bitta ikkita barib odam xato qiladi-da endi. Bitta ikkita ikkiga bo'lmay qo'yganmi, ko'paytirmay qo'yganmi, nimadirda yo bo'yashda bitta sal bunday ishlab belgilagandir odam. 2,5 soat e'tiborini bir narsaga jalb qilish juda katta kuch talab. Odam har xil yoshda o'qituvchilar albatta. Juda bilimlilar ham men bilaman, tan olgan, hamma biladigan ustozlar bor. Esimda birinchi rasmodel bo'yicha kirganda B chiqqanda kuchli ustozlarga ham nima? Chunki u nisbiy baholanganda. U deyarli hamma kuchli bo'ladi. Ha, deyarli kuchli. Endi qarang, yillik bitta eslab qoling-da. Yillik bitta bo'lyapti-da. Yillik bitta ishlaganga bunday o'ylab o'rtachasi yillik bitta chiqyapti, o'rtachasi. Bu birinchi minus bo'lyapti. Keyin u sredniy olsa, yaxshi, ideal hisoblanadi. Endi o'zi misol uchun 3 baho qachon qo'yiladi? 100% tizimda 56% dan oshsa 3 degani. Keyin o'rtacha adashmasam 24-yil dekabrda men o'ylayman, shaxsiy fikrim, 2024-yil 1-dekabrda bo'lgan imtihonda haqiqatan ideal baholash bo'lgan o'sha yerda. Chunki S ga o'tish, S darajali sertifikat olish chegarasi 29 tadan boshlangan. 55 dan. 55 tani ichida foizga hisoblasangiz 60 ga yetmaydi, 50% dan ko'proq va haqiqatan 3 baho degani. Haqiqatan 3 baho degani. Keyin borib bu narsani tushunib qolishdi, что qancha odam ko'p bo'lsa, shuncha tizim yaxshi baholar, lekin qancha odam ko'pligi bu yerda bilimga nisbatan aytilgan edi, lekin odam soni ko'p, sifati tushib ketib boshladi. Eng oxirgi imtihonimizda umuman dabdala bo'yatibdi. Bunga hozir aytayotgan bo'lsam, bir ikkita ustozlar oldi, 30 tadan ko'proq, 35 ta deylik, mayli, shu ustozlar mehnatini men o'qimaydi. 35 ta uryapti, bitta ikkita ustozlar maktab o'qituvchilari 35 ta uryapti-da, A+ olib chiqyapti. Endi boshida 22-yil kirgan domlalar bilan taqqoslab ko'ring. 51 taga ham B chiqqan. B chiqqanda, agar endi bu shaxsiy fikrim, albatta-da. Hop, endi qarang, bu hozir oxirgi hech kimda mehnatini aniqlayotganim yo'q, yerga o'rayotganim yo'q. Endi bor narsani aytayapman. 35 ta atrofida deyishdi-da, A+. Menim endi DTMga kirib o'sha statistikani qo'lim bilan yoki o'sha domlarni nechta ishlagan qo'lim bilan ko'rgan. Umuman aytayapman, hech kimga xusumatim yo'q. 35 ta bilan endi ustoz A+ oldi, unga 3 yillik ustama, bilmayman, qonunchiligimiz asosi qanday? Ta'limda unga ustama beriladi endi, lekin u nechta ishladi? 35 ta. Foizga hisoblasak necha foiz u? U qancha ishlash kerak edi u? Misol uchun birinchi tizim bo'yicha. Birinchi tizim. Nima uchun ustoz buncha baland chiqdi? Chunki qolganlar 35 ta ishlab turib unga A+ chiqyapti. Nima uchun? Qolgan bilim pastroq. Sababi nisbiy baholanyapti-da. Endi qanday qilib hozir rasmodel asosiy narsa nisbiy baholash bo'lsa, nimaga biz 4 yillik o'sha oliy ta'limni bitirgan, 10 yillik tajribasi bor ustoz o'sha narsani mutaxassisini havaskor bilan yonma-yon qo'yib baholashimiz to'g'ri. Bu qanchalik to'g'ri? Men bu absurd, paradoks deb hisoblayman-da.
Yana o'zi doskada yozayotgan, ya'ni doskada o'rgatgan, ya'ni o'quvchisi bilan birga kiryapti. Birinchidan u ustozni bir hamiyatiga tegish kerak. Nima uchun o'quvchiga nisbatan unga baho berilyapti? Yaxshi fikr. U xato narsa-ku. Ikkinchidan u abituriyent yoki o'quvchiga nisbatan u noto'g'ri bo'lib qoladi. Ya'ni uni ham bahosi kerak bo'lsa umumiy olinayotgan bo'lsa, shu ustozga nisbatan baholanyapti. Albatta. Farq juda katta. Ha, ya'ni tizim, rash model haqida hech qanday e'tiroz yo'q. Umumiy ishni mana bu tashkillashtirish, tamom ustozni ham qo'shilgan, majburiy ham shuni ichida. Ana shu narsa xato bo'lyapti-da. Balkim tizim juda ideal, chunki o'qidim, yana qayta o'rganishga harakat qildim. Endi masalan, fan emas, pedagogika degan alohida soha bor. Nima fan bo'lsa ham, qanday bolalar bilan ishlash kerak, qanday o'qitish kerak, va qanday baholanadi. Masalan, bilasiz, Amerikada o'tib shunday bunday 3 tur 5 baho emas, A, B, C qilib baholashadi. Masalan, baholash nimagadir nisbatan baholangan. Bar o'qituvchi xalqqa nisbiy baho qo'yadi har doim. Shunday. O'sha nisbiyatchilikda nisbiy baho qo'yishda eng takomillashgan, juda kuchli ilmiy o'ylangan variant rash model. Hech qanday e'tiroz yo'q unga. Faqat mana bu tashkiliy qismda hammani bitta to'daga qo'yish shu xatoda. U juda noto'g'ri bo'lyapti-da u narsa. Demak, hozir mana shu aytgan narsalaringiz rash modelidagi nisbatan kamchilik desak bo'lar ekan. Shunday desa bo'ladi, misol uchun o'tdi mana poygada nima? Kimdan zo'rroq, kimga nisbatan zo'rku, o'sha professional bilan oddiyni qo'yib yuborish. Endi bunday, endi hech kimni haqoratlash niyatimiz eshak bilan moshini poyga qo'ydirish noto'g'ri-ku endi. Balkim xatodir, iltimos, hech kim so'kib mana qilmanglar-da. Endi noto'g'rida ikon bitta joyga qo'yib poygaga qo'ydiryapti, kim zo'r ekan ko'raylikchi deyishda. U noto'g'ri fikr deb o'ylayman. Ikkoviga nisbatan ham noto'g'ri baholash u. Ya'ni nisbiy baholash. U g'oya zo'r bo'lgan, gap so'z yo'q. Mana bu narsani men o'ylayman, gruppalash kerak edi-da, hali, ya'ni to'xtalamiz unga. Keyin mana shu narsalarni oqibatida hozir shunaqa fikr shakllanib qoldiki, men o'ylayman, ota-onalarda ham, hattoki o'quvchilarda ham tavakkalam kirib chiqayotgan bolalarni eshityapmiz. Tayyorgarlik yo'q, omadimni sinayman. Bu ham qaysi fanda? Ona tili va adabiyotda uchrab turibdi va oxirgi imtihon natijasidan kelib xulosa qilsak, matematikada ham xuddi shu gaplar quloqqa chalinyapti. Bu o'quvchilar orasida yurgan gaplar. Ustoz, men tayyorgarlik ko'rmayman-da, shunday esseni yozaman, chiqaman. Nimaga? Meni opam topshirdi, esseni yozdi, tayyorgarlik ko'rgani yo'q, lekin bahosini olib chiqdi, sertifikatni oldi. Hattoki matematikada ham mana yaqinda uchragan hodisa. 20 kun tayyorgarlangan bir bola B daraja olib chiqyapti. Vaholanki uni o'rtog'i 1,5 yil, 2 yil davomida tayyorgarlik ko'rgan, C+ yoki C ni olib chiqyapti. Mana shu narsalar odamlar o'rtasida biroz tushunmovchilikka olib kelyapti. Ikkita material yo'q qoldi buni olganda. Shunday. Endi umumiy tushuntirayotgan bo'lsak, hozir men hamma matematika ustozi nomidan aytishim xatodir. Bitta narsa bor-da, ota-onalarga hamma ham o'qimishli ota-ona tushunadi. Har xil ota-ona bor, har xil odam bor. O'qimishli bo'lib turib ham noto'g'ri tushunayotgan odamlar bor. Misol uchun matematika shunday fanki, men o'zim fandan kelib chiqayin, sizlar ona tillaringizni sohasi baholash sal boshqacha-ku, uncha yozish kerak. Matematikada o'quvchi tez ishlaydigan darajaga chiqish uchun hech bo'lmasa 6-7 oy ketadi. Endi qarangda, maktab darsligiga qarang, 5-sinfdan 11-sinfgacha matematika bor. 7-sinfdan geometriya qo'shiladi. 12 dona kitob. 12 dona kitobga o'zi 1 yilda uni tayyorlab testga kirgizishni o'zi o'ta katta qahramonlik aslida. Mana bu nima deydi? Pavilyonlarda imtihon bo'lishdan oldin, katta ustozlar hammasi esida, pavilyonga imtihon bo'lishdan oldingi davrda bir eslaylik. Birinchi yil o'qishni bitirib o'qishga kiradiganlar foizi juda kam bo'lardi. Albatta, 2-3 yil tayyorgarlik. Endi to'g'ri, mayli, boshqa anolar bor, faktorlar eslayotmaymizda. Lekin kirgan o'sha vaqtlari tayyorlanib kirgan o'quvchilar juda bilimli bo'lgan. O'ta bilimi yaxshi darajada bo'lgan. Chunki uni kim kelsa o'sha vaqtlar aytardi, 1 yilda ulgurmaymiz. Aka yo opa yo tog'a, 1 yilda ulgurmaymiz, 2 yil desangiz tayyorlab beraman deb aytganman o'sha vaqtlarda. Hozir shuni kelyapti. Hamma narsa o'tkinchi bu ham o'tadi. Hozir umumiy tushunchaga aytayotgan bo'lsak, u sertifikatga kirguncha bizda ham shunday kuzatildi, bittasi misol uchun. Yanvar oyidagi biz eng oxirgi ochilgan gruppaga kelgan, u gruppamiz sertifikat tayyorlayotganimiz umumiy bilim beryapmiz.
sertifikatga tegishli birorta misol ko'rsatganimiz ham yo'q. Lekin endi o'zidan maktabda ham ozgina o'qib yurgan shekilli biz 7-sinf programmasiga ham ulgurganmiz. Sertifikat imtihonigacha 2 oyda endi shu. Kirib u ham B olib chiqqanmiz. B daraja. Ha, nimaga? Unga u test ishlash boshqa fan boshqaroq narsada. U test ishlash darajasiga yetib borgan yo'q. Nima sababdan unday bo'ldi desa, masalan, matematikada mana bu orqada deymiz bizlar, orqasi deymiz. Ya'ni savollar, ya'ni test bo'lmagan ochiq savollar, nima yopiq savollar nima deyiladi? O'shanga javob yozguncha bizlar savollarimiz qanday matematikada? Eminda testdan keyin kelayotgan savollar. Tenglama yo sistemada nechta yechim bor, yo bu nechta soni chiqadi? Ya'ni son, raqam so'ralganda va aksariyat hollarda 1 2 3 4 dan birontasi bo'ladi-da. Orqaga 20 ta tursa, 10 tadan har bitta savol 2 tadan 20 ta hammasiga bir bosadigan bolalar bor. Ana shuniki 2 ta to'g'ri chiqadi. Va tizimga ko'ra o'sha ishlagan odam sal adashib ketgan bo'lishi mumkin-da. Ishlagan odam neto'roq javob chiqargan, buni faqat 1 bosgan. Yo faqat 2 bosgan. Endi o'sha o'quvchimiz aytishimicha 2 bilan 4 bosdim dedi, chunki Instagramda shunday deyishdi dedi. 2 bilan 4 bosdim dedi. 2 bilan 4 bosyapti-da, orqasidan nechta chiqqan bilmadim, unga B nima uchun chiqardi? O'shani ko'pchilik ishlanmagan-da. Ko'pchilik ishlanmagan, bunga B chiqqan. Testni endi qanday qilgan, qanday qo'ygan bizga qorong'i. Lekin test ishlaydigan, masalan, 6 oy o'qib kiradim, 3 oy o'qib borayotgan bo'lsa, test ishlaydigan darajaga ular chiqmaydi hali hayotda. Ya'ni 3 oy o'qib kirayotganim, 6 oy o'qib kirayotganim ko'chadagi tavakkalchi ham bir xil. Matematikada ular bir xil. U 1 yil o'qimagan bo'lsa, nima ishlayotganini anglamaydi. Ya'ni g'irt tavakkalchi bilan bir xil. Aytayapti-ku, bir xil. 6 oy o'qidi, ololmadi. Ko'chadagi bilan bir xil, bilmadim. Omad bo'ldimi, umumiy anosi shundaymi? Yo endi boya aytib o'tishim kerak edi oldingi savolda. Rasmiyat qoidasi bo'yicha, masalan, endi men o'rtacha hisob-kitob qilib chiqqanman. Bittalab o'rganganimda o'zimni, ya'ni shaxsiy fikrim aytay. 100% topshiruvchidan 67% dan 62% gacha sertifikat bilan chiqadi. Aniq. Shu olganlarning ichidan tasavvur qiling, 1000 ta odam kirgan bo'lsa, 670 ta sertifikat olib chiqadi. Meni o'zimda kuzatuvim bo'yicha aytayapman. Balkim xatodir. O'sha 670 tani ham yarmi C bilan C+ oladi. Ya'ni C bilan C+ juda ko'p bo'lishi tabiiy holat. O'rtacha keyin bor yo'q 8% dan 11% gacha A+ gacha boradi. Kam uni foizi. Ana shuni evaziga, ya'ni misol uchun hozir oxirgi imtihon matematikada 119 ming adashmasam odam topshirgan. Ko'p. 119 mingning 67% nechta bo'ladi? Bu 70 mingdan ko'proq, deyarli 80 mingga borib qolsa kerak. Ya'ni 70-75 ming odam sertifikatli bo'lyapti. Sertifikatli bo'lyapti. Uni topshirganlar hammasi matematika o'qiyapti bo'laysizmi? Men o'ylayman, meni shaxsiy fikrim, matematikadan tayyorlanayotganlar soni munchalik emas edi O'zbekiston bo'yicha. Muncha chiqmasa kerak deb o'ylayman. Va tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsa ham 3 oylik bola ham, 6 oylik bola ham, u hali ko'chadan kelayotgan, tavakkal topshirayotgan bilan ular hali bir xil saviyada. O'sha 6 oy o'qigan bola hali test yechadigan darajada emas. Tushunarli. U kelgan 3 oylik bo'lsa, agar zo'r o'qigan bo'lsa, 0 dan deb hisoblaydigan bo'lsak, kvadrat tenglamagacha ham bora olasiz hakansiz. U test ishlashga o'tish uchun ko'p narsa bor. Shunday. Endi hozir bilmayman, archibayram deydi-ku, archibayram bo'lyapti. 4-sinfda ham kirgizgan bittasi, 6-sinfda ham kirgizgan. Keyin ana PR-ga qiziqadigan, balkim kimgadir shu yoqar, yo prosmotr yig'aman deb bitta ustoz birinchi chiqqanini aytayapman, ismlarini bilmayman. Mana bu diagrammalar bo'yicha 6 taga ham hisob berib yubordi. U xato, uni bermaydi. U statistikani detalni chiqarib ko'rsatib qo'yibdi, nechtaga berish kerak. Men o'rtacha mana shu oxirgi martasida 2026-yil mart oyida bo'lgan imtihonda o'rtacha 15 ta ishlasa beryapti. Chunki nima uchun? O'ta ko'p tavakkalchi kirgan. Yoki chala tayyorlangan juda ko'p. Mana bu me'yor bilan tayyorgarlik ko'rsa bu ahvol kuzatilmaydi. O'ta tavakkalchi. Nima uchun matematika bilan ona tilida shu narsa birga kuzatildi desak, matematika bilan ona tilini qolgan, endi tarix ham qo'shaylik mayli. Balki unda master, majburiy, uchovi majburiy fan bo'lgan uchun. Ular bitta aybchasi shu bo'lib turibdi hozir. Bu holat ximiyada, biologiyada, fizikada, geografiyada kuzatilmaydi. Chunki ularda majburiy fan yo'q. O'sha fizikadan kirayotgan, ximiyadan, biologiya yoki geografiyadan kirayotgan odam
o'sha fanni o'qib sal bo'lsa ham kiryapti. To'g'ri, yechadigan darajaga, hali tez yechadigan darajaga chiqmagandir, lekin o'qiydigan bo'lib kiryapti. Men umumiy xulosalarim shu bo'ldi. Aha, endi Elshod aka qarang. Demak, ahvol mana shu holatda davom etadigan bo'lsa, bu qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin endi? Chunki hozir bu turishda bolalar oxirgacha tayyorgarlik ko'rmayapti. Umuman bolalarda ustoz kelib, mana bu mavzudan mana bu mavzugacha borishimiz kerak. Ya'ni haqiqatda bilimli bo'lish uchun bola baribir tayyorgarlik ko'rish kerak. Oddiygina mana ona tilini olamizmi, tarixni olamizmi, kitoblarni tugatishga, mavzularni tugatishga o'zi ancha vaqt kerak bo'ladi. Lekin hozir kelayotgan bolalar juda ko'p muddat tayyorgarlik ko'raman demayaptilar. Menga ustoz 1 oy, 2 oy, maksimum 3 oyda sertifikatni olib chiqib ketishim kerak degan iddaolar bilan kelyapti. Mana bu narsa nimaga olib keladi oxir oqibatda? Buni oqibati endi masalan yana endi men o'zim matematik bo'lgan bilan juda ko'p ana bu oldingi imtihonlar tahlil bilan ko'p shug'ullanaman. O'tgan yil 25-yil kirish imtihonlarida 80 mingdan ortiq odamda sertifikat bor. Endi odam emas-da, odamcha xato bo'ladi. 80 ming donadan ortiq sertifikat mavjud. Bir kishida 4 ta bo'lishi mumkin. 80 ming donadan ortiq. Xo'p, dars yuramiz. 1750 1800 dan ko'proq 189 ball to'plagan bolalar bor edi. Muddatdan oldin. O'tgan yil. O'tgan yil. Bizlar xizmatda uncha kam. Bizga aniq fan qiyin bizlar fanlarimiz. U boshqa mayli, anavi asosan gumanitar, tibbiyot sohada, tibbiyotda dahshat ketgan, gumanitarda, ya'ni yoki tilchi, filologiyada shunday. Matematika, ingliz tilida ham bor, kam. Kamroq. Xo'p, nimaga olib keldi? Bir xil ball bo'ldi shuncha. U o'tgan yilni aytyapman, bu yil ko'ramiz yozda. Menimcha undan 3-4 marta ko'p bo'lsa kerak shu narsa. Bu sertifikat soni ham 189 ball ham nimaga olib keladi? Hop, institutga topshirguncha birinchi tepadan kelayotgan bo'lsak, bitta o'ringa o'sha sohalarda bir shartli bir 10 ta grant olayotgan bo'lsa, 229 ta odam hammasi shunga yozsa, agar o'sha yo'nalishga yozsa, eng zo'rida endi. Hammasini grantga olishga majbur bo'lamiz. Yo yana ular uchun qayta imtihon qilishga to'g'ri keladi. Yoki qayta imtihon xato. Qayta imtihon qilmaydi, lekin hammasi shunga olishga majbur bo'lamiz. Keyin sun'iy ravishda ularni ikkinchi kursdan kontraktga tushirib boshlaydi-da. Birinchi buncha grantni, davlat granti degani o'sha talabani o'qish pulini davlat institutga o'tkazib beradi degani. Men tushunishim bo'yicha. Shuning uchun davlatning granti u. Ikkinchi tomoni ko'payib ketaversa sertifikatlar. S va S+ sertifikatlar ahamiyatsiz bo'lib qoladi deb o'ylayman men. Chunki ximiyada shunday, biologiya bilan agar o'quvchi yo S+ olsa, u medinstitutga borayotgan bo'lsa, uluchi kirib ishlab chiqqan yaxshiroq yoki uni ko'tarmasa, baribir u raqobatdan qolib ketadi baribir. Meni kuzatuvlarim bo'yicha. Xo'p, demak, umumiy olayotgan bo'lsak, mana bu keyingi hozir 2008-yilgi o'quvchilar bitirayotgan bo'lsa, 2009-yilgi bolalarga kelib yo undan keyingilarida haddan ortiq ko'payib ketadi. Chunki topshiruvchilarning 67% olyapti, uning ham yarmi S+ oladi. U yozilgan anavsi bo'yicha, qoidasi bo'yicha, formulasi bo'yicha rasm model shu chiqadi. Uni o'zgartirib bo'lmaydi. Ya'ni 1000 ta odam kirib 1000 ta odam olishi mumkin emas. To'g'ri. Misol uchun til sertifikatlarida boshqacha-ku. Rashmas. Rasm model bo'yicha emas, 1000 ta odam kirsa, 1000 tasi ola olmasligi mumkin agar skilllar yetarli darajada bo'lmasa, men tushunishim bo'yicha. Va 1000 tasi ham yaxshi olib chiqishi mumkin. Agar yaxshi bu nisbiy baholashda unday emas. Va ko'proq, ya'ni o'zlari bergan statistikasi yoki diagramma, grafiklar berganda, o'shalarga ham qarasak, demak, sertifikatga ega bo'lganlar ko'pida S+ bor. Albatta. Ya'ni bu yetarli emasga olib keladi, bu bir. Ikkinchi, umumiy olayotgan bo'lsak, bu narsalar aslida mana bu yoshlarimizni, o'quvchilarimizda bilimga bo'lgan qiziqishini oshirish, ular ko'proq bilimliroq bo'lish uchun, raqobatlarni kuchaytirish uchun qilingan edi. Mana shu kecha kunduz teskari effekt beryapti. Endi hech kim fanni chuqur o'rganishga harakat qilmayapti. Hech bo'lmasa sal bo'lsa ham yuzaki ham emasda hozir. Men misol uchun 6-sinf, 4-sinflar aytishdi. Endi 6-sinf men bilmayman nima o'qigan, nima o'qimagan, lekin men programmasida nima borligidan kelib chiqib aytay fikrimda. U programmadan trigonometriya yo'q.
unda logaritm bilmaydi, u geometriya ham bilmaydi. Chuqurroq geometriya, umumiy o'tlar, to'rtburchak, uchburchak nimaligi aytilgan ularga boshlang'ich baribirda. Lekin uni bilmaydi-ku baribir. Yoki matematikani, hayotga tatbiqini tushunish darajasida emas-ku o'sha A olgan yo 4-sinf kirib B olganmi deyishdim bilmayman, yo balkim Photoshopdir endi. Oxirgacha bormadimi quloqqa chalingan gaplardan-da. Unday bilmaydi-ku baribir. O'sha sinfdagi 6-sinf, 4-sinflarni ham shuni ichiga tiqib nisbiy bundan zo'r ekan. Ikkita narsaga olib kelyapti-da bu narsa. Hozir mana shu kecha kunduz olgan odamga ham ta'tilmayapti. Bir ikkita A olgan bolalar ham har xil gaplardan keyin xafa bo'lib qolyapti. Ular mehnatini hurmat qilish kerak. Albatta. Va ana bu ololmagan nimadir bo'lib turib, endi har xil ruhiy holatda bo'ladi odamda hammamiz baribir. Yoki ehtiyotsizlik qilgandir, bitta surib olgandir belgilangancha. Ko'p kuzatiladigan holat. Albatta. Hayajonni bosilmagandir. Yo, misol uchun ruhiy shu bosim bo'laverib imtihon kirguncha kutadi-ki 2 soatlab, 1 soatlab o'shani o'zidan yengilib qo'yadigan vaziyatlar bo'ladi. Hamma odamda 5 xil barobar emas, har xil. Lekin bilimli ular ham. Bilimsiz deb bo'lmaydi ular deb. Necha yillik o'qiyotgan bolalar bor-da. Ular nimadir sabab bilan ola olmay chiqdim, ularga nisbatan ham izdivatsiya qilganini bilyapti-da hozir. Noto'g'ri uni sindirish, ruhiy sindirish qoladi-da. Kimdir o'shandan chiqib ketaladi, kimdir chiqib ketalmaydi o'sha holatidan. To'g'ri. O'sha narsaga olib kelyapti hozir. Undan ko'ra tinchgina urganiga qarab foiz bersam yoki misol uchun hozir bo'lyapti, men aytibman-ku, matematikada tez ishlash darajasiga borish uchun 6 oy yetarli emas-da. Aniq bir nimalar o'rgatib olib boramiz-da. Sal tayyorlangan odamni tavakkalchidan ajratadigan savol saviyasini qo'shish kerak-da. Demak, tizimda bir ikkita savollarni saviyasini boshqacharoq qilish kerak-da. Sal o'qigan odam, misol uchun mavzulashtirayotgan bo'lsak, falon mavzudan 3 bahoga loyiq misollarni ko'paytirish kerak, shtop. Mayli ozgina o'qigan bo'lsa ham unga mukofot bo'lishi kerak-ki, ajralish kerak-da, g'ir tavakkalchidan. Mening fikrim shu bir. Mana bu it charchamadim, tanaffus qilishyapmanmi bolalar? Charchab qoldilar. Ha, yomon charchadinglar a? Charchashda emas. Ha. Ozroq tanaffus qilinglar, keyin tekrar Yo'shda aka, mana shu milliy sertifikat tizimini qanaqa qilib yana ham yaxshilasak bo'ladi? Hammaga manfaatli qilib, kamchiliklarni oldini olgan holatda. Endi bir nechta variant bor. Meni shaxsiy fikrim, agar balkim o'sha hozirgi suhbatimiz kerakli mutasaddi insonlarga yetib borsa, balkim o'ylab ko'rishadi yoki o'ylashayotgandir ham, balkim siz ham shuncha ijtimoiy tarmoqda gapsiz bo'lyapti-ku. Birinchi variant Qozog'iston tanlagan yo'lim menimcha yomon emas. Birinchi variant. Chunki 11-sinf o'quvchi aniq o'zini yo'nalishi oldindan ma'lum. Yanvar shart emas-ku, yanvarda, martda, iyunda, avgustda 4 oyda ham kiritilsin degan joyi yo'q. Prosta agar u bir yilda bir marta bo'layotgan narsaga ruhiy juda katta bosim his qilayotgan bo'lsa o'quvchi, o'sha maqsadda 4 marta ular imkon beryapti. Xohlaganiga kirsa bo'ladi. Xohlasa 4 talasiga, xohlasa bittasida kerakli balo menga yetadi deb boshqa kirmasa ham bo'ladi. Bu birinchisi. Xo'p, ham qo'yilgan sanasiga ham qarasak, o'quv yilining 2-yarmiga to'g'ri kelyapti. Juda yaxshi qo'yilgan. Tayyorlanish vaqti. Tayyorlanish vaqti. Ikkinchi taklif, undan oldingi suhbatda bu savollarda aytgandek bo'ldim. Savollar saviyasi bo'yicha. Aynan men matematika nuqtai nazaridan aytay, boya aytganimdek 3 oylik tayyorgarlik ko'rgan bo'la, agar nima qanday tayyorlangan, kasrdan boshlagan u haftaga nechidir kun ishlayapti. 7 yillik matematika programmani 3 oyda yo 6 oyda o'rganish imkonsiz-ku, 3 bahoga loyiq bo'lish uchun ham. U tez ishlaydigan darajaga chiqquncha vaqt ketadi. Shu hech bo'lmasa agar ham yo'lda ketayotgan bo'lsak ham, savollar saviyalashtirilganda, oson savol, o'rtacha savol, qiyin savol deymiz-ku oldindan. To'g'ri, uni hozir rashk model bo'yicha kim qanday xato qildi shunga qarab aniqlashyapti. Lekin oldindan savol saviyasi bo'lsa, osonroq saviyali misollar ko'tarsa, agar ko'paytirsa, ko'chadagi tavakkalchi baribir ishlanmaydi, oson bo'lsa ham. Lekin mana bu ozgina bo'lsa ham tayyorgarlik ko'rgan bola ishlaydigan misollar sonini ko'paytirib qo'yish kerak. Bu nima uchun olib keladi? Mana bu massadan ozgina o'qiganlarni ajratib olish uchun keladi. Birinchi yutug'i shunda. Endi bu taklif. Misol uchun eng oddiy butun 100% mavzu deydigan bo'lsak, integralmi, trigonometriyami, logaritm, o'shalarda ham
bitta oddiy savollar bo'lishi kerakmikan degan xulosaga kelyapmiz-da, geometriyami. Uni g'irtdanodan ko'ra ajratib olish uchun. Tushunarli. Omadim sinab ko'ray deb topshirib ko'rgan boladan ko'ra ajratib olish uchun kerak. Xuddi shunday A darajada olgan bolani, B darajada olgan bolani ajratib turadigan savol ham bo'lishi kerak. Uni ham u fikrga qo'shilamiz. Xo'p, endi uchinchi taklif meni fikrim. Xo'p, mana bu Rash model bo'yicha milliy sertifikatda bo'layotgan baholash tizimi bo'layotgan bo'lsa, kelinglar shuni toifaga ajrataylik. Nima uchun o'quvchisi bilan bellashish kerak? Endi o'quvchisidan zarurligini hamma biladi-ku. Nima kerak bu narsa? O'qituvchilar uchun alohida bo'lsin. Mayli, endi o'qituvchilar uchun Rash modelda bo'lishi baribir adolatsizlikroqdek bo'ladi. O'qituvchilarga oldingi tizim yetarli edi. Masalan, ular attestatsiyada darajasini himoya qilish uchun, darajasini oshirish uchun kirganda foizga ishlashadi-ku. 86% bo'lsa yoki eski tizimda ham juda yomon emas edi deb o'ylayman. Ustoz odam agar birinchi toifa, oliy toifa yo ustamoqchi bo'lsa ishlash kerak baribir. O'shani ishlab chiqsam, nima kerak? Hozir 35 ta urganam, o'sha A+ olgan 3 yil oldin 51 ta urgan domla ham yo 55 ta urgan domla bilan teng bo'lib turibdi-da endi sertifikat darajasi bo'yicha. Yoki umuman cheklash kerak shu ustozlar topshirishini. Buni qilish juda katta texnik imkoniyat talab qilmaydi. Nima qilinadi? Imtihonga kirguncha ro'yxatdan o'tiladi, registratsiya. Grafik kiritish kerak. Barib uni JSHR raqamidan uni hozir elektron zamon hamma kim nimaligi birdan ma'lum-ku. JSHRdan u kim u institut bitirgan hammasi ma'lumot kelib chiqadi. Unga abituriyentlar bilan bellashga yo'l qo'ymaslik kerak-da. Yo'l qo'ymaslik kerak. Ustozlar Rash modelda qolsin demoqchi emasman. Agar iqtidor bunday bilim yaxshi ustozlar hammasi Rash model bo'yicha baholansa ham u adolatsizroq deb bo'lib qoladi. Birinchi marta o'tkazilganda bo'ladi. Oddiygina qilib qo'yish kerak ustozlarkini. Bunga aralashtirmaslik kerak. Agar yo'q biz birovnikini olmaymiz, ko'chirgan bo'lib qolamiz deydigan bo'lsa, unda Qozog'iston sistemasi bo'yicha aytyapman. Tinchgina majburiy bloklar uchun alohida toifa bo'lishi kerak. Mutaxassis uchun kirayotganlar alohida kirsin. Misol uchun, xuddi shunday ro'yxatdan o'tguncha, sertifikat imtihoniga kiraman deb ro'yxatdan o'tguncha grafik kiritish kerak bitta. Yana bitta muloqot o'yinida grafik kiritish kerak. Siz nima uchun maqsadda topshiryapsiz? Majburiy blok tanlasin yo mutaxassis blok deb tanlasin. Savollari ham farq qilsin. Savollari farq qilsin-da, majburiychilar alohida bellashsin. Chunki ularga matematikani chuqur bilish talab qilinmaydi. O'zi aslida matematikada majburiy blokda savollari 5-6 darsidan olinadi. Ona tili bilan tarixdagi 11-sinfgacha emas. Juda oddiy, 2 oylik tayyorgarlik. Mana bu yozgi imtihonda majburiy blok matematikada 10 ta urish uchun yetarli. 2 oylik emas, biz bir reja ishlab chiqdik, 50 kun, 40 kunda o'sha kurs tugaydi. Chunki birinchi savolga nima tushsa, ikkiga hammasi aniq aytib qo'yibdi dedimi. O'shandan chiqmaydi. Oson uni. Matematikaga shart emas u yoqqa kirish u bolalardi. Hojat ham, chunki uni juda ko'p narsani bilib kirish kerak. Mutaxassis blok alohida bo'lsin. Mayli, Rash model bo'layotgan bo'lsa ham alohida bellashish kerak ular. U mutaxassismi, u alohida bellashsin. Nima kerak? Bunga ham, ya'ni g'irt tavakkalchi majburiychi ham o'z ishining sohasi mutaxassis bo'lgan ustoz ham kiryapti-da. Ikki tomonga ham noto'g'ri baholashda bu. Yuqorida aytganimdek, ustozga o'quvchisiga qarab, ya'ni o'quvchisiga emas, aniqrog'i o'quvchisi bilan bellashyapti-da, unga nisbatan baho qo'yilyapti-da. Nisbiy baholashda juda katta minus bo'lib ketib qolganda. Men umumiy tizimga qarshiligim yo'q hech qanday, lekin taklif va qo'shimchalarda. Mana shu men o'ylayman 3 toifaga ajratishga. Baribir topshirayotganlar menimcha 3 toifa. Shunday. Mutaxassis bo'lgan matematika bo'lgan abituriyentlar, o'qituvchilar va majburiychilar. Shu o'rinda aytib ketaylik, mana bu bir narsani kimga nima endi ustozni mahorati yoki ustozlik darajasi men o'ylayman o'quvchisini olgan yutug'i bilan o'lchanishi kerak. Ustoz bilimli bo'laveradi, o'sha bilimni o'quvchiga qanday yetkazyapti, shunda aslida. To'g'ri. Shuning uchun boshda joriy qilindi, keyin qiziqib ommalashib ketdi. Hozir bunchalik bo'lib ketishiga asosiy sabab odam haddan ortiq topshiryapti. Endi to'g'ri 600 mingdan ko'p odam o'rtacha o'qishga kiraman deb hujjat topshirsa,
Endi matematikada ham ona tilda ham menimcha o'sha 5 kunlab imtihonga kiryapti o'quvchilar, 5 kunlab kirdim. Shunday bo'ldi. 10 ta smena bo'lib ketdi-ku. Matematikada 8 ta smena bo'ldi, 119 ming odam. Tabiiy holatda boya aytib o'tganimdek, hammasi ham tayyorgarlik ko'rmagan ular. Lekin ularni tayyorgarlik ko'rmagan evaziga o'rtacha baholash juda tushib ketdi-da. Fanga bo'lgan. Endi hozir sertifikat oldi degani u bola chuqur bilimga ega degani emas-ku, baribir. Xuddi shunday. U erta bir kun institutda ham unga o'sha bilimlar matematikada asqatadi. U katta hayotda u bilimni ishlatish kerak. Xohlaymizmi yo'qmi, abituriyentligida olgan bilim juda ko'p kerak bo'ladi. O'sha muammoni hal qilishda, biror vaziyatdan salbsan aql bilan o'ylab chiqishda, biror masalani yechguncha o'sha bilimlarni olish kerak-ku o'quvchi baribir. Shu uchun-ku davlat imtihon qo'yishdan maqsadim shu-ku. Endi ko'ramiz, har xil gap so'zlar bor, balkim bu tizimda yana qayta ko'rib chiqsa, nimadir o'ylashayotgandir. Hozir shunga balkim ko'nishga majburdirmiz, lekin umumiy takliflar shular. Ya'ni umumiy xulosa menimcha eng ma'quli toifaga ajralish kerak, tinchgina. Hammani bir ana bilan o'lchash xato. Bir taroziga qo'yib o'lchash xato bo'ladi. Zo'r. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, agar bizda mana podkastimizni ko'rib turgan mutasaddilar bo'ladigan bo'lsa yoki mana shu tizimda faoliyat olib boradigan shaxslar bo'ladigan bo'lsa, bu yechimlarni, takliflarni menimcha bir o'ylab ko'rgani ham ma'qul deb o'ylayman. Oxirgi variant menga lekin juda ham yoqdi. Majburiy ishlar uchun alohida, o'qituvchilar uchun alohida, misol asosiy blok uchun alohida. Uni bitta grafga kiritish juda oson, texnik ko'p narsa talab qilmaydi u. Juda ham zo'r bo'ladi, chunki mana shu gap so'zni oldi olinadi menimcha. Shunday. Chunki majburiy bilan hozir asosiy kirganda xohlaymizmi yoki yo'qmi, majburiychilar ko'p savollarni yecha olmaganligini hisobiga ozgina yechsa ham bal o'ynayapti. Kimdir baland, kimdir past bo'lib turibdi. Eshit aka, menimcha bugun chiroyli suhbat qildik deb o'ylayman. Qo'ldan kelgancha mana shu milliy sertifikat tizimi, Rash modeli bo'yicha ancha chiroyli ma'lumotlar olindi. Xo'p, takliflar chiroyli bo'ldi, yechimlar ham berildi deb o'ylayman. Xudo xolasa agar kimdadir yana taklif, mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentga yozib ketishlaringiz mumkin bo'ladi va imkoni bo'lsa agar mana shu videoni kerakli joylarga, kerakli insonlarga yetkazib qo'yishlaringizni xohlagan bo'lardik va mana shu videoni imkon qadar ommalashtirish kerak deb o'ylayman. Sababi kimdir tushunmay turgan joylari bo'lsa, mana shu videoda aytilgan gaplardan o'ziga kerakli xulosani yoki o'zi bilmagan ma'lumotlarni olishi mumkin bo'ladi. Eshit aka, sizga kattakon rahmat. Ishlaringizda omad. So'nggi so'z o'rnida aytdi, men o'zi ijtimoiy tarmoqda faol bo'lmagan odamlardan hisoblanaman. Zamon talabi bilan o'quv markazida Instagram, Telegram sahifalarni yuritamiz, unda ham aktiv emas. Bu boricha ma'lumotlar berib boramiz. Sizlardan mana bu blogerlar talab qilayotgan podpiska bo'ling, like bosing, qo'ng'iroqcha bosing deb so'ramaymiz. Faqat bu takliflar kerakli nuqtalargacha borish, yetib borish kerak. Shuning uchun bir-birlaringizga shu videoni ko'rdi deb aytish uchun nima tarqatish, ya'ni YouTube'da algoritm sizga shu videoni olib chiqib ko'rsatish uchun ko'proq like talab qiladi. O'shani so'rab qolamiz, chunki bo'pti sizda bu yil ishingiz o'xshamagandir, nimadir netiroq bo'lgandir, abituriyent bo'lsangiz. Keyingi avlodga sal bo'lsa ham foyda bergan bo'lsa, bugungi suhbatimiz va ota-onalarda har xil bu nima edi, bu tizim nimaga, bu sertifikat g'alati bo'lyapti degan savollarga bevosita tushuntirishga harakat qildik. Ularga ham ma'lumot bergan bo'lsak, juda xursand bo'lamiz. Eng muhim bu suhbatimizda ko'zlangan maqsad shu yurtimiz rivoji uchun hissa qo'shish kerak bo'lgan, o'sib kelayotgan yosh avlodimiz yaxshi, puxta bilimli bo'lsin. Juda unday butun hayot tavakkaldan iborat emas. Hozir nimadir o'xshab turgan bo'lsa, institutga o'xshab qolgandir kirish, lekin keyin katta hayotida bu juda muhim kerak bo'lgan bilimlar egallash kerak. Albatta. Chunki baribir kelajak yoshlar qo'lida deb bekorga aytilmagan. U avlod ham hozirgi mana tavakkaldan nimadir olib chiqqan yigit qizlar erta bir kun katta bo'lib qayerdadir kimdir bo'ladi. Qaysidir bir umumiy jamiyatimizda qaysidir nuqtada o'tiradi. Bu bilimsizlik keyin yaxshigina ta'sir qiladi biz hammamizga. Keyin juda katta bunday og'ir muammolarga olib kelishi mumkin. Shuni sal bo'lsa ham oldini olishga hissa qo'shaylik degan maqsadda shuni podkastimizda olyapmiz. Hammaga rahmat. Shergacha video ko'rgan bo'lsangiz, juda katta ish qildingiz. Rahmat kattakon. Hammalariga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Eng muhimi puxta bilim olaylik. Vatanimizda ravnaqiga munosib hissamizni qo'shaylik. Salomat bo'ling. Ko'rishguncha. Bo'ldi. Shunday aka, qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berdik deb o'ylayman.